uyingizda bo'lajak millionerlar katta bo'layotganini 5 ta belgisi. Agar sizning farzandingizda shularning 3 tasi bo'lsa, sizni tabriklayman. Birinchi belgi, farzandingiz ko'p gapiradi. Bu degani uning miyasi tez rivojlanyapti. Bu bo'lajak millionerining eng birinchi va asosiy belgisi. Ikkinchi belgi, u bir joyda o'tira olmaydi, doim harakatda. Aslo uni to'xtatishga urinmang. Eng muvaffaqiyatli insonlar komfortni emas, harakatni tanlashadi. Uchinchi belgi, kunduzgi uyquni o'tkazib yuboradi. Bu qaysarlik emas, bu boshqa bolalarga qaraganda energiyasi ancha yuqoriroqligini anglatadi. Uxlashni o'rniga harakatni tanlash haqiqiy millionerlarning hayot tarzi. Uning ustiga bunday odamlar qachon uxlashni o'zlari belgilashadi. To'rtinchi belgi, stolda ovqat vaqtida o'tirishi qiyin. Bu juda asabingizga tegadigan holat bo'lishi mumkin, lekin kelajakda undan kuchli inson chiqadi. Beshinchi belgi, oson yig'laydi. Bu kuchsizlik emas, bu emotsiyalari kuchli va tushunuvchan insonlarning belgisi. Biznesda bu juda muhim xislat. Farzand katta qilayotgan yaqinlaringizga ushbu belgilarni yorib qo'ying. Kommentda 7 raqamini qoldiring, sizga pul ko'rinishida sovg'am bor.